Judayam oson usulda ta'mi og'zingizda qoladigan haqiqiy Spartak retseptini qoldiraman. Faqat videoni ko'rishdan oldin bitta yo'lakchani bosib qo'yishni unutmang, ko'rib xursand bo'laman. Zavarnoy kremimiz uchun birinchi bo'lib 3 ta tuxum sarig'ini solamiz. Yiriroq tuxum sarig'i bo'lishi kerak. Tuxum sarig'ini shakar bilan yaxshilab venchka yordamida aralashtirib olamiz. Massamizni bir xil bo'lishi kerak. Yaxshilab tuxum sarig'i yorilib, shakar bilan bir xil massa bo'lganidan keyin ketma-ketlikda sutni ozginadan solamiz. Birdaniga hammasini sovormaymiz. Shunda massamiz zo'r bo'lib chiqadi. Zavarnoy krem bir xil oppoqqina bo'lib chiqadi. Agar sutni birdaniga lo'p etib hammasini sovorsanglar, oralariga yig'ilib qolishi mumkin. Mana yaxshilab aralashtirib oldim. Bunga endi ozginadan hozir sut qo'shamiz. Sut solib aralashtirishni boshlayman. Mana bir xil massa bo'lishi kerak. Yaxshilab aralashtiramiz. Endi ikkinchi yarmini qo'shib olaman hammasini. Kukuruzli kraxmal. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Bir xil massa bo'lgandan keyin gazga qo'yamiz, o'rta olovda qaynab chiqqunigacha to'xtamay aralashtiramiz. Endi o'rta olovda to'xtamay aralashtiramiz. Shu joyga e'tiborli bo'linglar, tagiga yopishib qolish kerak emas. Massa уже tayyor bo'ldi. Mana shunaqa qo'yilgandan keyin o'chiramiz deb boshqa idishga bo'shatib olamiz. Bu idishda qoldirmaymiz. Bu idish issiqligi hisobiga tagiga kuyishi mumkin. Shuning uchun boshqasiga bo'shatib olamiz. Ustini strech bilan yaxshilab yopib qo'yamiz. Zavarnoy kremimiz tayyor bo'ldi. Mana quyuqligini ko'rishingiz mumkin. Boshqa idishga bo'shatib oldim. Shu holida yaxshilab 100% sovitamiz. Juda ham mayin, yumshoqqina ta'mi og'izda qoladigan bo'lib chiqadi. Kattaroq qozonga tuxum solamiz. 5 ta yirik tuxum. Ustidan sariyog' qo'shamiz. Shakar qo'shib olamiz ketidan. Asal qo'shib olamiz. Oddiy misli asal ham bo'veradi. Toza asal ishlatishim kerak ekan degan tushuncha bo'lmasligi uchun aytib o'tyapman. Oddiy asaldan foydalanaveramiz. Magazinda arzon asali ham bo'veradi bunga. Endi massamiz erigunigacha aralashtirib olamiz. Mana 100% eridi, olovni o'chirdim. Endi erigandan keyin shu holida yarim choy qoshiq soda qo'shib o'ramiz. Ustidan esa 1 osh qoshiq 9% li uksus qo'shamiz. Menda hozir bu yerda choy qoshiq, shuning uchun 2 ta solaman. Yaxshilab aralashtiramiz. Ustidan keyin quruq massalarni qo'shamiz, ya'ni kakao hamda elangan un. Haqiqiy gollandskiy kakaodan qo'shib olamiz ustidan. Elangan un qo'shamiz. Unni birdaniga hammasini qo'shib yormaymiz. Oxirida tayyor massani qozondan tushirib, unlab mushlashimizga kerak bo'ladi. Shuning uchun hammasini birdaniga solmadim. Yaxshilab aralashtiramiz. Bir xil massa bo'lib kirishib ketgandan keyin qozondan tushiramiz. Aralashtirish biroz qiyin bo'lishi mumkin. Sekin shoshmasdan aralashtirsanglar, xavotirga o'rin yo'q, chiroyli bo'lib bir xil kirishib ketadi. Yengib pishirayotganlar bo'lsa, sal qo'rqishingiz mumkin. Nimaga o'xshamandimikan, menda nimaga kirishmayapti degan o'y-xayol bo'lishi mumkin. Xavotirlanishga hojat yo'q. Mana yaxshilab aralashtiraversanglar, o'zi bir xil massa bo'lib kirishib ketadi. Mana massamiz tayyor bo'ldi. Endi keyingi etapini sizlarga ko'rsataman hozir. Bizga hammasi bo'lib 550 gram un kerak, lekin men yarmini qozonda aralashtirayotganimda soldim. Endi yarmiga hozir 1 choy qoshiq razrexlitsil, ya'ni qabartma solaman va yaxshilab aralashtirib olaman. Mana 1 choy qoshiq soldim. Buni yaxshilab aralashtiramiz. Endi elakdan o'tkazib sepamiz. Ich stolimizga sepib olamiz mana. Yoyibroq qilib sepamiz. Qozondagini ag'darganimizda agar un sepilmagan joyga tushadigan bo'lsa, stolga yopishib qoladi. Mana ichida qoldirdim. Bu qismini hozir ustiga sepaman.
Tushirib oldim qozondigini. Endi yarim unimizni elikdan o'tkazib ustiga sepib olamiz. Mana yarim unimizni elikdan o'tkazib ustiga sepamiz. Qattiq qo'l bilan mushtlab bosib tashamaymiz. O'zi shundoq ham bosishga ham unaqa hojat yo'q, chunki juda ham yumshoq bo'ladi. Ehtiyotkorlik bilan shunaqa sekin-sekin unlarni singdiramiz. Un va razrexlитель aralashtirgan qorishmamizni sekin singdirib olamiz. Tayyor bo'lgandan keyin 7 ga yoki 8 ga teng qilib bo'lib olamiz. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Yaxshilab yengil harakat bilan unini kirishtirib yubordim. Mana xamir yumshoq. Hozir buni 7 yoki 8 ga bo'lamiz. Hech qanaqa tindirishlarsiz ochishni, list o'lchamida ochishni boshlaymiz. 6 ta bir xil bo'lakga bo'lib oldik. Endi buni hech qanaqa tindirishlarsiz ochishni boshlaymiz. Xamir yumshoqligi hisobiga dumaloq holatdan sekin tushib cho'kib qolyapti. Agar buni tindiraman desanglar, ochishga juda ham qiynalasizlar va juda ham ko'p un yeb qo'yadi. Shuning uchun xamir qoriladi va sirazu ochishni boshlaymiz. Tayyor ochilgan xamirni listga hech qanaqa yog'lashlarsiz, pergament qog'oz qo'yishlarsiz shundoq joylab olamiz va chetlarini, ortiqchalarini kesib tashlaymiz. Xuddi Napoleon pishirganlar oramizda bor bo'lsa, shunga o'xshaydi. Chetlarini kesamiz va chetidagilarini yig'amiz. U ham bizga bitta qavat bo'ladi. Chetlarini chiroyli qilib kesib oldim. Vilkada yaxshilab iz tushiramiz, bo'lmasam ishib ketishi mumkin. Tarkibida ham soda, ham razrexlитель bor. Shuni hisobiga qo'rqmasdan hamma yoqlarini teshib chiqamiz. Duxovkani oldindan qizdirib qo'ygan bo'lishimiz kerak. Shunisiga ham e'tiborli bo'linglar. Mana bu yoqda chetidan chiqqan ortiqcha qismlari. Buni ham dumaloq qilib qo'yamiz, yig'amiz va oxirida hammasini chetlarini bitta qilib chiqarganimizdan yig'ib, yana bitta qavat qilib ochamiz. Xamirni ochishga keladigan bo'lsak, umuman qiyinlik tug'dirmaydi. Juda ham oson. Faqat orqa oldisini yopishib qolsa mabodo ozgina qiynalsanglar, unlab ochaverasizlar. Juda ham yumshoq, yengil. Tabiiyki, shunaqa savol tug'ilishi mumkin sizda ham. Xamir juda ham yumshoq ekan, ochish qiyin bo'lsa kerak deb ko'pchilik shu tomondan qo'rqib, bu pishiriqni pishirishdan orqaga chekinishadi. Umuman mana ko'zinglarni oldida ochib ko'rsatyapman, orqa oldiga bemalol o'giryapman. Umuman yopishmaydi. Qo'rqmasdan xotirjam pishirib ko'rsanglar ham bo'laveradi. Juda ham ta'mi og'izda qoladigan. Bitta kusokini 50 ming 80 mingdan sotsangiz, kichkina kusokini aytyapman. 50 ming 80 mingdan qo'rqmasdan sotsangiz ham bemalol kuniga xona haroratida erib turgan sariyog'ni 100 ming 300 ming daromad qilishingiz mumkin. Mana margarin hozir Bitta shu pishiriqni o'zidan sarı rangda-ku, o'sha oppoqqini bugunigacha mikserda yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Endi yaxshilab ko'pirgandan keyin ustiga zavarnoy tayyorlab olgan kremimizni 100% soviganini osh qoshiqda ketma-ket ozgina-ozginadan solishni boshlaymiz. Sariyog' bilan zavarnoy kremni yaxshilab ko'pirtiramiz. Keyin yaxshilab ko'pirgandan keyin sug'ishona moloko solib, yana biroz mikseri baland оборотida aylantirib yuboramiz. Shunda quyuqqina zo'r krem tayyor bo'ladi. Buni medovый, Napoleon, mini Napoleonchilarga orasiga qo'rqmasdan qo'rsanglar bo'ladi. Ta'mi zo'r, og'izda qoladigan bo'lib chiqadi.